Ertalab tongi 5 qamashi bu bizani askarlar. Va biz Langarotda sari yo'l oldik. Borish 36 kilometr, qaytish 36 kilometr. Peshqon bora olmaymiz deb ikkilangan holda oxir borishga qaror qildik. Da. Yo'lga chiqqan askarlarni safardan oldingi taassurotlar bilan bo'lishamiz. Nima deb o'ylaysiz? Qaytishda nimada qaytamiz? Taksida yoki peshqon qaytamizmi? Taksi. Hozir taassurotlar qalay? Zo'r. Boshlanishiga. Charchadingmi uni? Yo'q. Necha kilometr yurdik? Bu nasib bo'lsa 8-kilometr. Mirkomil, taassurotlar qalay? Chatki. Nima deb o'ylaysan? Biz borib qayta olamizmi peshqon? Oldindan gapirmaslik kerak, borib olaylikchi. Qaytishga. Taksida qaytamizmi? Taksida qaytamiz deyapti, lekin men bularni majburlab baribir peshqon olib qaytaman. Bular shuni bilmayapti. Hozir taassurotlar qalay? Yaxshi. Necha kilometr yo'l yurdik hali? 100 metr. 100 metr. Давай, let's go, mujiki. Hozir yo'l uzoq. Shunga yo'l boshida bitta ideyacha kelib qoldi. Quyoshim chiqqan yo'q ham. Bolalar bitta o'yin o'ynaymiz. Bitta o'yin. Sharti jim ketish. Qoidani buzgan qaytguncha 1 kilometr meni nima ko'tarib kelar. Langarotadan qaytguncha. Nima gapirmayapsan? Shunday hamma. 1 2 3 let's go. Yarim kilometr yurganimiz yo'q va mana bu bola meni ko'taradi. Birinchi ko'taradigan bo'ldi. Mirkomil qiynalasan. Gapirgan yo'q edi. Ha? Men gapirgan. Mushuk bo'l gapirding-ku. U yoqqa Biz Langarotaga ketyapmiz va oyoq kiyimga qaranglar. Shipakka yo'g'in. Aziz, u yoq tog'. U yoqda nima bor? Tosh bor, tikon bor. Adash Qiziltepagacha yuguraylik, nima deysan? Davay ketdik. Go. Ve sekin poyga qo'ymayapmiz. Ve yugurlarni yo'q. Ha. Wow. Hey yugurlar, yu! Onlar 12'ye olsa gerek. Hop. Hop. Shahrisabz, G'uzor, district, Qarshi city. Biz qayga aziz. Evet. Langarota go. Ancha yo'l yurib qo'ydik. Marafonimizda orqada qolib ketayotgan yigitlar bilan suhbatlashamiz. Orqada qolishingizni siri nimada? Biz kelajakda o'ylayapmiz, u yoqqa borib charchab qolmaymiz. Hali yo'l uzoq. Shuni tejayapmiz. Wow. Takoy triki taktika. Da. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Orqada qolishingiz siri nimada? Suv ichmadi. Suv ichmadim, hamma ayb suvda. Zo'r. Hammasiga suv aybdor. Orqada qolishingiz siri nimada? Yugurmaganman. Ah? Demak, trenovka qilish kerak. Ozod aytayapti, mujiklar trenovka qilinglar va baxtli bo'linglar. Davay yuguramiz. Davay. Wow. Evlan hammasi o'tib ketdi-yu menda. Bir yugursam yetib olaman. Yugurmayapman, bilan videoga olaman.
uzoqdan akillamay kel, kuching yetsa, davay kel. Yo, qandaysan? Botdim. Az nima deb o'ylaysan? Tinchgina sharmanda bo'lmasam taksida ketib turamizmi? Dans kedi. Ha? Dans kedi. Do konca go, da? Mujik, Chog'ir ekan o'quvchilar. Lattalanmaydi. mujik, baxtli bo'l. Baxtli bo'linglar sizlar ham. Hali mashinani qiynamasang, peshkom sayohatga chiqib turish kerak. Buf. Hozir men Aziz aytishicha, kechasi men bilan uxlamaganmish, bir-biriga horror storylarni aytib, o'sha horror storylardan birortasini eshitamiz. Go go. Qaysidan boshlaydi? Birorta eng qo'rqinchlisini ayt. O'ylayib. Oldin bizlar bog'chamizda bitta opa ishlavdi, Nargiz opa. U aytishi bo'yicha oldin uylari qishloqda bo'lganda, keyin ular ukasi, uning shu qaynukasi Qarshidan darsdan qaytayotgan bo'lgan. Har kuni bozorgacha keladidagin, bu yerga piyoda ketayotgan bo'lgan. Keyin maktabda oldiga kelganda, maktabda bitta qanaqadir g'alatiroq qiz chaqirgan uni. O sochlari qora bo'lganda, o'zi oq bo'lganda. Keyin u boyagi bola u jinligini bilgandagin birdan uyga ketgan, qochgan. Uyga kelsa o'zi sochlari, oyoqlari o'zi tikka bo'lib, junlari tikka bo'lib qolgan. Soqov qolganda. Shunda maktabda hozirma bo'lganmi? Kimdir qo'rqitganmi? U eski maktab bo'lganda, hech kim o'qimaydigan, yonib ketgan maktab bo'lgan. Shunda yerdan qiz ko'ringan ko'ziga. Jin ko'ringan. Oddiy qiz emas-da u. Qanaqa qiz? Yalmog'iz. Bolaga men u narsani aytmam, uyimizda hamma ketganda men ko'zimga Yana boshqasi ham bor ekan. ha, echki ko'ringan dedim-da uyimizga. Echki? Ha. Qanaqa echki? Qora echki, u ana shayton danosi bo'ladi-da. O'zi aslida shunga echki ko'ringan. O'ylaysan, yomon bor ekansan, bor yo'qolasiz. Afzal bu yerda bizaki otuvdi, birdan uyga ketaman deb qoldi-da. Qo'rqib. Yosh bilan qo'rqitmanglar, unaqa. Hikoyalar to'qib. Раз, два, три. Go 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 go. Yo, qolmaysan, radar. Adashello, cho'katello. Hammadan tez yugurishing sababi nimada? Yo, ustoz, ustimda narsalar bor, shuning uchun tez yuguraman. Hoji? Hammadan tez yugurishing sababi nimada? Ko'p mashq qilganman. Ko'p mashq qilgansan? Hard work. Mujik. Ana shu qamashidan nimagacha karvon saroy nima edi ha bozordan? Pionerga. Pionerga tez yugurdi. Yana kimda? 3 kishi edilar. Abjabor. Nimaga yashiryapsan? Bu savollardan qo'rqar ekan. Bu kameralardan yashirinadigan hokimlarga o'xshaydi. Katta bo'lsa mana shu bola hokim bo'ladi-da. Katta bo'lsa hokim bo'ladi dedim, eshitgan bo'lsa. Hozir ha demasang, mana bu ikkalasi bor-ku. Mana bu yerda mana buni ustidan yurmoqchi-da, mana buni ustidan. Turbani ustidan. Bila to'g'ri bu yoqdan yurlaring. Tushib ketsalaring bir joylarga sinab o'lmaysizlar-ku. O'za yur tez. Bo'l tez eshak. Tinchirlaring, uka. Ha?
Shuni ustida yemoqchimisan endi? Egasalardan to'ydim. Qaytishda tasha. Qamashini juda katta faylasuflar bilan ketyapmiz. Bir parcha bo'lsin. Agar seni orzuying boshqalar ustingga kuladigan darajada bo'lmasa, demak u yetarlicha katta emas. Uf. Aziz, Agar seni orzuying ularga qiziq bo'lsa, demak o'zini orzuga o'ziga qiziq emas. uf. Qamashda shunaqa faylasuflar bor, bilmaysizlar-da sizlar. Asrash kerak, qadrlash kerak bularni. Sen uxlayotgan paytda kimdir yuryapti, boshida. Yaqincha bormaysiz? Mikrofon bor. Sen uxlayotgan paytda kimdir uyg'oq jigar. Sen uyg'oq bo'lib turib, pataloqqa tupurib yotgan paytda kimdir yuryapti, shunchaki harakat qilyapti. Sen harakat qilayotgan paytda kimdir tinimsiz yuguryapti. Tinimsiz orzulari uchun yuguryapti. Sen yugurayotgan paytda esa kimlardir uchayapti. Sen uchayotgan paytda Elon Musk allaqachon koinotga raketa uchiryapti. Nima qilishni o'zing bilasan. Baxtli bo'l. Xullas, tog'ni tog', bog'ni bog' demay, toqqa ham tirmashib, boqqa ham tirmashib ketadigan bolalar ishkal pishkallarga hushyor bo'lib chaqirasizlar eslichu. Ye bir-biringni ye, men hozir ikkalangan yeyman. Maktabdan qaytayotganda bir ikkita isqirib bola bo'ladi-yu, bir-biriga tegadigan. O'shalar ikkalasi mana shularda. Qolgan hamma akkurat yuribdi. Juda yaqinsalar ko'rib turibdi. Bir yarim soatda 10 kilometr yur bo'lib qoldim. Yo'l yurdik. Qiziltepaga keldik. Peshkom ketaveramizmi, taksida ketamizmi? Taksida ketamiz, peshkommi? Variantiga taksi. Ozor nima deysan? Peshkom, meni o'qituvchim peshkom ketadi. Wow. Men ko'rmayapman bizda. Ovqatni maqtanish mumkinmi sen o'zing? Ha? Maqtalani ovqat emasda bu. Ta'mga bermaysiz, nima bo'ldi? Bu maqtanadigan ovqat emas. Bozgina xamirdan qolsa bo'ladi. Qaysi? Telefondagi. Telefondagi? Qishlaqa mikrofonniki, sharmanda qilyapsan odam. Soat 7dan oshdi va biz Qiziltepadamiz. Dalshi bos qilib davom etyapmiz. Aziz taassurotlar qalay? Zo'r. Ozod, omad zo'r. Hoji? Jo'xon taassurotlar qalay? Zo'r aka. Adash? Zo'r ustoz. Eson-omon yetib olamizmi? Xudo xolasa. Eson-omon yetib olamizmi? Hammasi joyidami? Qo'rqmanglar, hammasidan o'radim ostida. 10 kilometrcha yo'l yurdik, yana qancha yo'l qoldi? 25. 25 kilometr yo'l qoldi. 25 kilometr yo'l qoldi. Yo'lda bir ikkita poyga-moygacha qolamiz. Xullas shart juda ayovsiz bo'ladi.
Adashma buni olda men. Men ol. Shart ayovsiz bo'la xullas shart. Mendan bolalar eshitdilar yaxshilab. Oldin ketganlarga mukofot bo'ladi 2 kishiga. Mendan orqada qolganlar ayovsiz kaltaklayman, cho'ka olaman-da. Aylantirib tepkilayman, aylantirib uraman lekin. Bizda ikkita yo'l bor edi. Bu tarafga. Biz uchamiz dedik. Hikmatni kepkasi bor edi, meni kepkam yo'q edi. Keyin qarasam adolatsizlik bo'lyapti bu yerda. Hikmat to'g'rimi? Keyin menda zolimlik qilib tortib olish varianti bor edi. Shunchaki hiyla yo'lini tanladim men. Shunchaki ma'rifat yo'lini tanladim-da. Shunda shoshma, kallangga zambar dedim-da. Shunda kepkasini olib qo'ydim. Nu zato endi meni himoya qilyapti. Hikmat ham o'ziga yopinchoq oldi. Topildi. Da. Shunaqa. Murosa qilib yashash kerak xullas. Zolimlik qilmaylar, zolimlik. Shapka chopilgandan keyin ahvol shunaqa bo'ladi. Xullas, Langarga ketishdi, Langarotga ketishdi. O'g'lonjon ota degan ziyoratga bor ekan. Biz Langarotga ko'p qo'shguga chiqib ketishdi, kirardik, lekin bu yoqqa kirmaganmiz. Bilmas ekanman to'g'risini. Bu ishga qarab ketamiz, xudo xolasa. Boshladingmi? Yo hayot daddala bo'ladi, yoki yaxshi bo'ladi. Ikkalasidan bittasi tuchini bo'ladi. Mana meni aytdirsan, jigar, baxtli bo'l. O'g'lonjon ota ziyoratgohi. Qabristoni bor ekan bu yerda. Ancha bo'ldi qabristonga kelmaganimga. O'zimcha chekkayib kibrlanib qoladi. Kelib turish kerak-da. Bir-birimizni go'shtimizni yeymiz, bir-birimizni xafa qilamiz. Tamarcha bayram qilib tashlaymiz-ku. Boylik yig'amiz, baloy qilamiz, battar qilamiz. Oxiri 2 metr kafan bilan, cho'ntaksiz kafan bilan shu yoqqa kelamiz, mana shu yoqqa mana. Assalomu alaykum. Bor ekan. Güzel. Bular hamma narsani o'ylabdi-da, o'zi kimdir o'lib qolsa agar kafanlab ketamiz. Narsalar olib kelgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanirrohim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim shu qilgan Qur'ondan parchani avvalambor payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga, sahoba ikromlarga, shu ulug' joylarda yotgan ulug' ulamolarga va shu millatga, dinga xizmat qilgan barcha insonlarga, qabristonda yotgan ulug' avliyolarga, ruhlarga bag'ishladik. Ularning qabrlarini Qur'on nurlari bilan munavvar qilgin. Jannatdan ularga bog'chalar baxshida qilgin. Bizning nimamiz bor? Bizning suv omborimiz bor. Qurigan suv ombor. Suv mana shuncha baland bo'lgan, shuncha tushib ketgan. Orol dengiziga o'xshab quriyapti bu.
Ye bir-biringni ye. Suv ichida. Suv ichida ham ye. İçine kat ya be. Tashalaring, davay. Kaçsam iken. Ha, vashida kayf bu. Xullas, cho'milib chiqqandan keyin takoy eskicha nimalar bor, variantlar bor. Hozir sen nima qilding? Sen nima qilding olsa? Ben organım sen sıra. Mirkomil nima qilding? Fakat başım yemedim. Biz daraga cho'milardik-da, endi ortiqcha kiyim bo'lmasdi-da. Bir qism bolalar shunday yaxshilab siqib kiyib olardi. Biz shunday kiyardik-da. Shunday kallaga tashib olardik. Kallaga zo'r mos tushadi razmeri. Bir xil bo'lar ekan, bu yoq bilan bu yoq. O'sha bilan ketardi, to nimaga dashga chiqib ketguncha qurib qolardi. Shu qiziqyapman-da bular cho'mildi hozir. Nima qilyapti ekan? Az aytmaysam? Yo'q. Yo'l taassurotlari haqida ikki og'iz. Yaxshi. Cho'milish qalay bo'ldi? Yaxshi. Kayf qildinglar-a? Mashaqqatli bo'lyapti. Hali yarmiga keldik-da. Yarmiga keldi. Yo'l yarim bor hali. Ikkita qo'zichoqlarim qolib ketdi meni. Bittasini barmog'i chiqqanimiz. Bittasini dumi chiqqan shekilli. O'yyorlaring tez-tez, hop tashab ketaveраman. Aji bujji kelar, bujji. Avr 5 kishi ketaverdi, 4 kishi 5 kishi. 5 kishi, ha? 5 kishi. Ha? 15 kişimizmi? 6 kişi. 6 kishi ketaverdi. Biz turibmiz. Yo'l taassurotlari. Mana chiqib ketdi. Dastlabki nogiron bor bizda. Nima qilamiz? Buni ortga qaytaramizmi yo boradimi? Aziz o'lguncha, borguncha o'lsang agar shahid ketasan, okey? Nima qilasan? İkinci David Goggins. A wide version of David Goggins. Who's gonna carry the boats and logs, man? That's you, brother. That's you. Az nima qilasan, qaytasan ortga? Yo'q. Ha? Yo'q. Dalshi. Qonga qon, jonga jon. Yur bo'lmasa. Tog' arxitekturasi. Tosh, g'ish, tosh va hoji. Maktab turishini qaranglar, wow. 46-maktab ekan. Archalar takoy. Natural beauty. Mirkomil Production taqdim etadi. Aziz qaytasanmi ortga? Aziz qaytasanmi ortga? Yo'q. Bosamizmi oldinga? Tabiat zo'r ekan lekin. Maza, eshaklarga mazada. Eshaklar maza. Soyada yotibdi aka, bizlar yuribmiz issiqda. Hay, kurkalar qandaysizlar? Yurib ketayotgandik, cho'ta zerikdik, bo'lmayapti. Ha. Hoji Production. Go. Yigitlar qalaysizlar? Молодец, mujiki. Pastakina ko'chalarda pastak uylar. Dirdimi konsta. Bolalar yetib oldik. Bitta yugurdik, yetib oldik. Ozod qalaysan? Charchadingmi?
Ortga qaytish varianti bor senda. Ah, Kech endi. xohlasang qaytishing mumkin. Endi kech. Ha? Endi kech. Давай, yur, unda mujik. Zalga olib chiqqanda yuraverardim. Ilyos bo'lganini aytardi shitda. Kommentariyada yozibdi-ku. Johirga olib chiqsin, ko'tarib chiqsinmi sanlarni, chiqlaring o'zlaringni. Taniysanmi Ilyos? Ha? Kim shu? O'quvchi oldin kelib yurardi. Biz IQ'ni ishlatmadik, Ozodning kallasini ishlatdik. Ular tepadan yurdi, ularni pastga tushmoqchi endi. Mana bu yoqqa borishimiz kerak-da. Noilani borsa ham bo'la, bundoq yursa ham bo'la. Biz bu tarafdanmiz. Ozodning talablariga binoan motivatsion gaplardan. Odamlar seni chin dildan, sidqi dildan kutishlarini xohlaysanmi? Hojatxonada uzoqroq o'tir. Qayda xonadon. Yomon. O'zgartirib boshlab shu xonadan. Ol bu xona tor senga. Sen orzuying bor seni. Sen bor seni. Voy, otga keldik, otga, ot. Ot ko'rmaganlar tursin, qaranglar. Qishloqning o'rtasida baxt to'yxona deb o'ylanma. O'quv markazi ekan. Baxt o'quv markaziga kelib, baxtingni topib ket. Mana takoy reklama. Reklamaga pul to'lasanglar bo'lar menga. Ha, bu yerdan bir bola bo'lar ekan уже. Qurilish ketyapti. Boshlading? We have walked 20 kilometers from Kamashi to go to Langarota. Some of my students say they're tired. You're tired? Nobody cares, man. Nobody fucking cares, you know? Nobody comes to rescue you. Nobody comes. There is one person that helps you for the best. That's you. How is it going, ladies and gentlemen? Mana kelayotgan bizdan bolalardan bittasida. Hozir to'xtat, namini ham, men ham buni olsin. To'xtat. Nima? Aylanib yoqadi. Yo, ikki kishi ketadi. Yo, ikki kishi ketadi. Ikki kishi chiqadi. Salom yo'llaysizmi Ozod? Salom yo'llaysizmi? Jamiyatga salom. Eba hamma so'lib qoldi. Hali 10 kilometr, 8 kilometr bor Langarga borishda. Men qarab bitta zonasi ko'rdim. Ha, devorda to'siq.
Ustiga nima qo'yib chiqilgan? Shisha. Da o'g'ri kirmaslik uchun shunaqa innovatsiya qilingan. Afzal nima deb o'ylaysan? Peshkum qayta olamizmi yo'qmi? Qilsa bo'ladi, lekin bizlar qo'limizdan kelmaydi. Nimaga unaqa deysan? Nimaga unaqa deysan? Qaytamiz. Peshkum qaytamiz. Tushunding, peshkum qaytamiz. Qaytamiz. Ay, tushib ketasan ko'prikdan. Mani ukam L7'si bor, sana L7'sing yo'q. O'rniga ton to'lashga beradigan bachcham yo'q. Aytib amal qilib. Yo'l tugamas ekanda, ha. Uydan taksida ketdik. Bu yoqqa ketasan bola. Samol bu yoqqa keta. Sen hozir qayt. Taksi tutib beriladi mana bunga. Az qoldi-da, adash. Oy. Ronaldinho. Yo, soy Pablo Escobar Gracie. Raso qildi hamma joy. Mehmondorchilikka ham ulguryapmiz. Sizlar qayerga ketyapsizlar? Ziyoratgami yo mehmongami? Ilma uzatlarga buriladi. Az taassurotlar qanday? O'zingni qanday his qilyapsan? Bular charchagan. Exhausted. Who cares? Bilmadim, shunday. Hozir qanday? Bu sukutdan ko'p narsani bilib olsa bo'ladi-da. Aziz, kimga hayron qolyapsan? Nimaga? Ya shuncha bola charchab tilovat qilib bu charchamaydi. Abush buni siri nimada? Ozgina bo'lish motivatsiya berish bor yoshlarga. Biz osilib qolganmiz-da, o'sha. Bu yuguraytibdi tepaliklarga qarab. Robot bo'lib keting, Abush. David Goggins Uzbek. Mujik, молодец. Nima bo'lasiz? Eshakdan keyin jonlandimda. Bir anavligini oldim, ozodlikini, keyin uni talab ketdi. Neydi? Jo'xam. Jahonga talab ketdi, uni keyin yemadim. Shundan bir sakslarni terlab bosdik. Biz peshkum kelamiz, peshkum. Qarsak. Adashmasam dasturxondagi narsalarga tegmadim uka. Ya. Ya, sharmanda qilyapsan. Katta vrachning o'g'li. Shaman. Yana qaysi bilan teginning? Temalar ham yeyish uchun qo'yilmagan bular. Nima uchun qo'yilgan? Javohir ustoz o'quvchilar ochko'z ekan deyishmasin. Qarab, ovqat olib kelsam yemalaring. Qornimiz to'g'dilaring pastda. Nimada ovqatlandik. Keldi ustoz. Qanaqa yolg'on? Ochko'zlik qilmalaring, ochko'zlik yomon, ochko'zlik bo'ladi. Hozir nima deysan, alkash?
Tashqariga chiqib so'kma. Keldi. Soat 6 da emas, 5 da Qamashdan chiqqan bo'lsak, soat 4:30 bo'libdi. Hali Langarotga yetib borganimiz yo'q. O'laylik bu kunimizdan. Vaha. Yo'q, o'lmaylik. Chunki yo'l-yo'lakay biz ham ziyoratga ketyapmiz. Ham physical training bo'lyapti. Ham tam mehmondorchilik, ham entertainment deydi-yu. Sevinchlarnikida tizza bu yeb icharmidi, nima deysiz? Tizza bu yeb ichar bo'ldi. Undan keyin quyoshda kuydaydi, o'shanga qizarib ketdik. Undan keyin basseynga tirs tashlab oldik 1 soat. Va yo'lda davom etyapmiz. Bu bizning askarlar. Qolib ketgan bir ikkita askarlar ham orqada. Mana shu bolamni boshimiz baloga qolyapti-da. Sal qolsa bitta qishloqda kaltaklab ketishdi. Bundan buyoq xullas mana bu cho'k sistemaga o'tamiz. Sharpayib qoldi vallahi. Hali 12 kilometr yo'l bor. Mendan orqada hech kim qolishi mumkin emas, shart shu. Men yugursam yugurasizlar, yursam yurasizlar. Ichib ol suv. Davay tezlash. Tez taylanu. Oldingilar eshitib ollaring. Mendan orqada hech kim qolish kerak emas. Davay bu tez ayamay uraman lekin. Aylantirib uraman. Bahodir Jalolov ustozdan ham yomon uraman lekin. Boy To'lqin aka bor-ku. A? Garang sigir muqaddas Hindistonda. Sigirlar qalaysizlar? Hammasi botdimi, yaxshimi? Yo'q, qorin to'q-ku. Bizga o'xshab. Xuddi mablag' bir xilda. Qindaysan? Bolalar, davay yuguramiz. Davay. Ichib olaylik. Davay. Ichib olaylik. Davay chekiga chiq. Davay. Nima oldu? Ogohlantirdim senlarni. Akam men oyam ishlamayapti. Bo'l tez. Bo'l. Davay. Davay battar bo'l. Yugurlaring. Otaman. Bo'l davay. Yugur. Bo'l. 12 kilometr yo'l bor hali. Aka tizzaga olib qoldi. Davay yur. Sizlarga kamera so'zingda. Adash qo'limga solasan aylantirib uraman lekin. Sumkamiz. Davay lanshlanmalar, yugurlaring. Ozod bo'l. Bo'l, battar bo'l. Davay. Yugurlaring. Baksiyonlarni yetishtirib chiqargan To'lqin akaning videosini ko'rdim-da. O'sha yerda baksiyonlarning hammasini olding olib tog'da xilchim bilan savalab yurgan ekan ko'rdim. Shunga o'xshab men shunaqa qilmasam bo'lmas ekan. Bir dunyo yo'l turibdi-da hali oldinda. Bular shaltayib, maltayib yuribdi. Bundan keyin yaxshi ketyaptilar, keyin osonroq bo'lyapti.
Yurlaring desa ta'sir qilmaydi. Lekin boyagi taktika ishlayapti. O'zi bolalar hammasi ilgarilab ketdi. Orqada qolib ketdim men. Bitti. Quyonchamiz qolib ketdi orqada xolos. Qolgan hammani. Dalishni o'zi ko'rinmayapti. Bir ikkitasidan qolgan bola yugurib ketib qoldi. Bu pitirlab turgan. Nima degan bu? Bu o'zimizga limitni o'zimiz qo'yamiz. O'zimizni bloklaymiz, cheklaymiz. Chegaralarni o'zimiz qo'yganmiz ko'pi. Aslida chegarasiz. Bo'lmaydigan ishni hal qildirmaysiz deydi-ku. Shunaqada. Vaqtli bo'ldi jigari. Keyin yana bitta narsa. Til o'rgatishda. Til o'rganishda ustoz vazifasi. Ahamiyati bundan muhimroq. Lekin o'ylab qarasangiz, vazifam shu. Push qilib turishim kerak-da, ular to'g'ri turgan joyda. Davay. Sen yorib tashlashing kerak. Yorib tashlashga majbursan. Yorib tashlashga haqlisan turishim kerak. Tamom-da, shunaqa. Красота. Такой красота. Вы понимаете, да? O'lim aslida go'zal, parda ortidan xabar. Go'zal bo'lmasa edi o'larmidi payg'ambar. O'lim aslida shodlik, barcha shodlikni unut. Toza pok holatingda jon olar Azroilni kut. Davay yurlaring. Nima bo'pti? Xo'p, hayot kutilmagan zarbalarga boy. Yo'lda Afzal boyni go'zamir chaqib oldi. Ozgina mazasini qo'chib tashladi. Endi bizda variant bor, ortga qaytish, Afzalni olib ketish. Dalshi Langiyorotga yaqin qoldik-da. 5-6 kilometr qoldi. Yo dalshi ketish. Afzal nima qilamiz? Davom etamiz. Dalshi bosamiz. Ha, bosamiz. Mujik. Ma bo'l. Ustimni olib beraman 9. Xullas Afzal. O'rningga hikmat olar ekan, 9 ikkita alf olar ekan. Vasiyatlaringni aytib ol ukaman, yetqizaman jigar. Xo'p, xullas nima? Top yuzlar institutga, universitetga Kirish, aha. Hikmat kirib berar ekan. O'ziga kirasam mayli. Yana boshqa bolalaringga, nevaralaringga vasiyatlaring yo'qmi? Yaxshi qarasin-da. Ha? Yaxshi qarasin. Nevaralariga g'amxo'rlik qilish. Ha? O'gaylik qilmasin. O'g'aylik emasmi? Qanday nevara? Ha? Sen sho'x bo'lasan. Jiddiy olmaylar, hazillashyapmiz-da endi. Afzalning kayfiyatini ko'taramiz. Sana chaqqan ari o'ldi. Sen hali tiriksan. 11-sinflar bitta yoninglarda yig'ilish olmayapsizlar. Mana qaranglar, bitiruv kecha qilishyapti tog' o'rtasida, qishloqda. 4 ta giroylarni tan olinglar. Ikkiga bo'linuvdik be, Afzalni chaqqandan keyin. Ari chaqqandan keyin sheriklarimiz yo'q-da. Mana qarasak, narada kelib kutib turibdi bizdan. Necha soat oldin kelib. Yo'lda bir 6 kilometr taksida kelgan. Ashistirilar. Biz ham hali tan olamiz. Ularga aytmaymiz lekin hozir. Ularni keyin videoda ko'rib biladi. Biz ham ozgina taksida keldik. Bitta brat to'xtadilar-da. Ertalab ham to'xtatgan ekanlar bizani. Biz yo'q peshon boramiz degan ekanmiz. Yuringlar, olib borib qo'yamiz dedilar. Keyin olib borib qo'yaman dedilar. Keyin kelurdik. Kechish bo'lib ketyapti, o'sha kun bu yog'i. Hali qaytish ham bor. Если что, да. Так. Mana o'sha Langiyorota. Langiyorota ziyoratgohi. Mana mashinniklar. Nomerali mashinnik mashkalar. Tan olinglar bular. Mashkalar. Datsyo 2000-yil. 200 mi 2000 mi? 2000-yil qurilgan? Yo kirish 2000 mi?
Eshboyev Eshnazar tomonidan ta'mirlanadi. 2000-yil Ta'mirlangan ekan. Ha, bitta stadion qurarsa bo'la. Bo'la. Eshiklar yopiqmi? Yopiq. Nahotki? eshigini ochsa bo'lar. Avul bo'ladi. Birinchi o'rin Adash, ikkinchi o'rin men. Kim birinchi o'rin? Adash. Ikkinchi o'rin men. Uchinchi o'rin Abdujabbor. Mana shu toshlar nimaga qo'yilgan, aka? Mana shu fikringizcha. Men bu savolning javobini bilmadim. Bilaman, lekin sizlarni sinagimiz keldi. Kimda kim biladigan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Langarotga chiqib ketishda cho'tir-butir toshlar nima uchun yozib qo'yilgan? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganga mukofotimiz bor. Mukofotni Mirkomil beradi. Mirkomil mukofot nima? Kompot. Kompot. Da juda katta, shirinlik juda katta kompot beriladi. Va bu sizni Ikkita kompot. ikkita kompot. Vo, уже oshdi. Prizimiz. Umringizda bunaqa katta sovg'a olmagansiz. Menga ishonavering. Bu toshlar nima uchun qo'yilgan? Endi vodiyni perevalchalik bo'lmasa ham ish qilib. Takoy perevalchalarimiz bor o'zani ham. Mana masjid to'g'ridagi. Mana bu Langarota maqbarasi. Yo'lda kelayotganda turistlarni ko'rdik. 5-6 ta mashinada ketishyapti. Turistlar ham ko'p kelyapti ekan. Bitta tanishim aytdi maqimni. Davay turistlarni qiziqtirib olib chiqish kerak shularga. Qo'shko'l tarafda ham turist attraction joylar ko'p. Ha? Aka, iloji yo'q narsani. Ularga qiziq emas dedi. Ularda ham tabiat bor. Ularda ham narsa bor dedi-da ular. Va bugun biz birinchi komplekt turistlarni ko'rdik yo'lda. Mana. Ziyorat qilish odoblari bor.
nimadir yozilgan. O'qiyamaymiz lekin. Ancha qadimiy. Historical. Wow. Nimadirlar yozilgan bitta. Mabitlardan nimadir yoziladi, do'stlar. Bunday amallar taqiqlanadi. Qabrga sig'inish, daraxtlarga band bog'lash, chiroq yoqish, ochiq kiyinish, ziyorat odoblariga rioya qiling deb yozib qo'yilibdi mana bu yerda. Hamma qabristonga shuni yozib qo'ysa zo'r bo'ladi. Xullas, nimani domlasi bilan mana shu yerdagi ishlaydigan domla bilan bo'lgan bitta suhbat. Nimanidir men ChatGPTdan so'raganman dedim. Domla nimadirlar? Imomlar bilmadim lekin mana shu maqbarada turar ekanlar. Sun'iy intellekt dedim ChatGPTdan. Sun'iy intellekt nima? Domlami dedilar. Yo'q dedim, bu unda sun'iy ong dedim. U katta ma'lumotlar bazasiga ulangan. O'sha sun'iy intellekt deyiladi dedim. Langarota maqbarasida 5 ta qabr bor. Ayol kishining qabri bor, Sulton Ko'kaldash qizi Qumurbeka Langarotani yaqinlari, mahramlari bo'lgan. Langarotani o'zlari yotibdilar. Langar deganligi tenglik, muvozanat saqlovchi degan ma'noni bildiradi. Asl ismlari Muhammad Sodiq Shayx. 1460-yilda Samarqandga tug'ilganlar. Buvalari ham Samarqand viloyatini Nurobod rayonini Ostona bobo ziyoratgohida qo'yilganlar. Bosh buvalari Xudoyqil Shayx Vali. U kishining o'g'illari Muhammad Ahmad Shayx. Muhammad Ahmad Shayx bo'g'an o'g'illari Ilyos Shayx. Ilyos Shayx bo'g'an o'g'illari Shayx Obil Hasan, Langarotani otalari. U kishining yonlariga Husayn Shayx yotdi, Langarotani o'g'illari. Oyoq sellariga xalifalar yotdi, xizmatkorlari. Ba'zi bir nimalarga qaraganda Yaman mamlakatining shohi ham deyiladi. Amir Kabak Soriq ibn Jaka Bahodir deydi. Ana shu 5 ta qabr bor. Langarota 4 tug'liq avliyo bo'lganlar. 2 yerga ekan shu kishi Jaloliddin Rumiy hazratlari. Kishi Turkiyani Konya shahriga qo'yilganlar, shoir bo'lganlar. Ilmi shariat, ilmi ma'rifat, ilmi tariqat, ilmi haqiqat degan ilm tasavvuflarni egallagan ulug' zot bo'lganlar. O'zlarini otalarining toshiga tilla suviga o'tirilgan. O'g'illarining toshiga kumush suviga o'tirilgan. Langarota o'z davriga, o'z zamonasiga Shahrisabz shahriga qozi bo'lib ishlaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning to'nlari, quloqlari, Qur'on kitob shu kishiga berilgan. Bu yerlar vaqt zamonda Buxoro amirlikka qaragan. Amirlik tarafidan yasatilgan sandiq bor. Sandiqda payg'ambarimizning merosga chiqqani to'g'risida qisqacha yozilgan. Shu sandiqqa turgan o'sha payg'ambarimizning to'nlari, quloqlari, Qur'on kitob to revolyutsiyagacha, revolyutsiya davriga odamlar qo'liga o'tib, odamlar qo'liga saqlangan. Qur'on kitob 2003-yilda Toshkentga olib ketildi. Hozir Toshkentda musulmonlar darasiga turibdi 12 barag'i. Bir barag'i Sharqshunoslik institutida. 2 barag'i Buxoroga, 82 barag'i Rossiyaga borib qo'ygan. Rossiyadan barag'idan ko'chirma nusxa olib keldi, masjidda turibdi. Otalarining toshiga yozilgan. Otalari shayxlari shayxi bo'lgan, Ishqiya tariqatini pirkomlari bo'lganlar. Maqbara 2007-yil ta'mirlangan. Maqbara 15-asrga qurilgan. Ichki eshiklari 18-asrda og'ishtirilgan, tashqi eshiklari 20-asrda oxirida og'ishtirilgan. Bu qabristonga 360 ta avliyo kishi qo'yilgan ekan. 3 ta dahma bor. Mana o'ng tarafga 2 ta, chapga bitta. Har xil toshlar bor. Bu toshlar qabristondan, maqbara atrofidan terib kelingan qabr tosh. Hammasida Qur'on oyatlari yozildi. Dahmada bu kishidan keyingi o'tganlar, avliyolar qo'yilgan. Mana bu daraxtlar bari pista daraxt, qadimiy. Bitta qarg'a bor. Bundan 5-6 yillar oldin har kun Alloh deb sayraydi. 5-6 yildan beri har zamonda kelib bomdodda
Alloh deb sayraydi. Kelsa sayraydi, bo'lmasa yo'q. Qishloq ichiga masjidlari 2 ta xona, bitta ayvondan iborat. 19 ta ustuni bor, 2 ta xona, bitta ayvondan iborat. 14-asrda, 15-asrlarda qurilgan. Chiroqchi tumanida ham Qalqama Langarota ziyoratgohi bor. Rivoyat qilishlaricha bu kishi o'sha kishining shogirdlari bo'lgan deb rivoyat qilishadi. O'sha kishilarning ilmlarini olib, xizmatlarini qilib, 5 vaqt namozlariga suv tayyorlab, qish vaqtiga uxlab qoladilar. O'rinlardan turib qarasa, ustozlari ketayotganlarini ko'rib, ustozlaridan abtovalarini olib bir necha daqiqa ko'kraklarda saqlaydilar. Qalblari ham, dillari ham yaratgan Alloh taologa bo'lganliklari uchun suv qaynaydi. Ustozlariga qaytaradilar. Ustozlari qo'llariga qo'ysalar, qo'llari kuyadilar. Namoz o'qib bo'lganlaridan keyin bu kishiga tuya beradilar. Mana shu tuyani minib ketaverasiz, qayerga 3 kun turmayotsa o'sha yer makon deydilar. Tuyani minib jo'naydilar, Yakkabog' tumanining O'g'in qishlog'iga kelgandan keyin farzandlari tug'ilishi kerak bo'ladi. Shunda tuyani cho'ktiradilar. Qaraydilar, suv bo'lmaydi. 2 rakat namoz o'qib, Allohga nola qilib hassalarni yerga urganda Allohning qudrati bilan o'sha yerdan suv chiqadi. Suv hozir ham bor, Chillabuloq. Yana tuyani minib jo'naydilar, shu masjid atrofiga kelib 3 kun turmay o'tadi. Shu yerga yashaydilar-da, shu yerga 85 yoshlariga olamdan o'tadilar. Ana shulardan iborat qisqacha. Kishi devona kampin bo'ldi, ha. Oyoq og'irligini esdan chiqarmayman. Men Tushirma buni. Yaxshilab tushir. Meni ham tushir. Rozi emasman tushirmasang yaxshilab. Bu Langarotadan, maqbaradan pastga qarab tushib ketish zinala. Yo'da masjid. Langarotaga kelmabsiz. Bu dunyoga ham kelmabsiz. Qofiya o'xshab qoldi-yu, faqat repetition, takroriylik bo'ldi-da. oyoq. Qaytaror. Oyoqda oyoq qolmadi. Bu oyoqda faqat oyoq yo'q dedi. Nimaga bular lo'kkillab yuribdi? Ozod ukam o'sha bizga salom berishyapti. Demak biz kattardik. Sayohat qilinglar, ko'proq sayohat qilinglar. Sayohatda ko'p narsani o'rgansa bo'ladi, ko'p narsani tushunasiz. Peshkom bo'lsa, Nurusi sanjim o'tirdi. Samol, yaxshi tep kelaman. Peshkom bo'lsa Nurusiga a'lo nur. Yanada o'zingizga challenge bergan bo'lasiz. Bu juda ham muhim. Ya bitta san oyoq og'riyotgan yo'q, uka hamma oyoq og'riyapti. Prosto shunga qay darajada turib bera olyapsan. Muammo masala o'shanda. Zo'r turib beribdi. Ha? Zo'r turib beribdi. Ya, men nolyapti-da. Men abitdan keyin umuman to'xtadim. Jigar, faqat nolyapsan. Siz ishonmayapsiz meni shu qaysi bilan kelmagan. Don't be complainer, bro. Complainers are losers. Complainer bo'lma. Sundown уже. A bu ishda suratlar qalay? Zo'r. Masjidga kelyapmiz. Ketdik. Davay. Hozir mana toshni ko'taraylik bir. Abu, shu o'zingni ko'rsat. Noqulay ekan ko'tarish. Davay. Ozod tosh ko'tarmaysanmi? Voy. Mujik. Unisigachi. Davay. Shunchaki ishlamadingiz ham siz. Nima? Bir turishi mumkin.
That's the vibe in the evening in Langarota. Yeah, that's. Wow. 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 Jigar, tuproqdan bo'lgansan, tuproqqa qaytasan. Unutma, baxtli bo'l. Vidganicha, turishganicha. Kechki langar qanday? Jo'xon? Kechki langar. Bir kun peshkom yurishni ichish bilib o'tdi. Adash. Kechki langar. Nima ustoz? Taassurotlar. Ustoz, короче, o'ldik. Aha. Adash nima bo'lgan taqdirdan haqiqatni gapir. Yomon charchadik ustoz, men endi yura olmayman. Haqiqatan shunday. Shu bugun yugurdik, faqat yugurdik. Oyoq ketgan. Terilar shilinib ketdi ustoz. Meni gapimni ham aytdim. Ha? Tugadimi? Abush. Salqin va taassurotga boy bo'ladi. Wow, молодец. Taassurotlar. Yaxshi bo'ladi. Taassurotlar. Chotki. Taassurotlar. Charchadim. Qalay? Ozodchik. Mag'rurchan. Aziz. Aziz. Profilimga nima deb saqlaganman, sen bilasanmi? Bilsang menga eng zo'r sovg'ani berasan butun dunyodagi, uka. Unday bo'lsa ko'mak. Hozir o'zgargan maqoming, uka. Taassurotlar qalay? Bo'lmaydi. Ha? Bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Charchadim. Charchadingmi? Ha? Zo'r. Kimlar taksida ketadi? Bu yoqqa o'tsin. Bu yoqqa. Taksi bu. Taksiga ketadiganlar. Peshkom ketadiganlar. Terminatorlar o'tadi. Sen hozir ketaman. Peshkom ketadiganlar. Kim to'lab tursa ketaman. Qo'lim yo'qmi ham? Peshkom ketadiganlar. Qo'lim yo'qmi? Peshkom Aka ketaman. o'zingizdan bu yoqqa o'tib. Peshkom ketadiganlar. Aka, taksida ketadi. Bor, o't bu yoqqa. Yo'g'riga O't bu yoqqa. O't bu yoqqa. 10 ming berib turing ketaman. Bo'ldi, beramasang o't. O't. Adash, qaydasan? ustoz hozir. Yigitlar, tushunyapman, charchayapsizlar. Tabriklayman, loserlar. Peshkom ketamiz. Ustoz, bugungi langardan taassurotlaringiz qanday? Taassurotlar moshni, chotki. Ertalab 14dan biri Qanashidan Langargacha mana hozir o'sha Langardamiz. Endi chiqdik. Hali Langar hududidamiz. Nuzorman ketishga Shabada moshni ketyapti. Bolalar orasidan zo'r bolalarning ko'pchiligi masalan peshkom kelinmasdigacha. Bu juda katta natija. 36 kilometr yo'l yurdik biz. Juda katta kaloriya yoqdik. Yo'llar g'aroyib ajoyib taassurotlar bo'ldi. Asrga tatigulik journey bo'ldi bugun. Believe in me that. Xuddi shunaqa bo'ldi. Nima charchadik, men ham charchadim. Tamoshkada charchadik. Ko'p yurgandan keyin charchaydi odam. Tabiiy hol. No, biz hozircha peshkom qaytib ketamiz degan fikrdamiz. Hisob bilasizlar. Ozdaga bizga bugungi taassurotlaringiz bilan ozgina tanishtirsangiz. So'z bilan. Abshe dahshat, men soy bo'ylab keldim. Umrimda ko'rmagan yo'l bilan keldim. Kelishim maslahat beraman sizlarga. Oz qanday ketdi? Qalayki qo'shimdan tushunolmayman. Day. Xullas hozir anaqa juda jiddiy vaziyat.
Qilib turibdi. Ikki o't orasida mana zamonlar bo'lmaydi. Men taksi to'xtab taksida qaytay deb olib turibman. Bola ya, Johir aka, taksida ketmaymiz. Ha, peshon bo'lsamiz deb. Ikkilanib turibman, nima qilish bilmasdan. Umrimda bunaqa qiyin qaror important decision qilmaganman. That's the first difficult question I have ever faced, man. Fartuga javob bor. Og'ir ayriliq bo'ldi. Paka 3 kishidan, 4 kishidan ayrildik. U qolganlar dars ketyapmiz. Qorong'u kechada ko'kka ko'z tikib, Qamashi tomon yuramen. Mr. Afzalboy, bugun eng ko'p eshitgan so'zing? Oz qoldi. Seniki, Abush. Meniki yo'q. Yo'q. Seniki. Odam emaslar. Meniki yo'q. Ha? Yo'q. Hozir seniki. Meniki shu bugun sevinch borishim qiyin bo'ldi. Bir soat yo'l. Yo'l narigi betiga o'tdik dedik, keyin narigi betiga o'tsak, bu betda narigi kalta Salkam Janjal bo'lishiga o'z qoldi. salkam kalta to'yda kalta yedik. kalta qo'ydi. Alo. Prokuror kalta edi sal qoldi. Hammasi yaxshi bo'ldi, oz qoldi. Soat 9 bo'ldi. Hamma charchadi. Vallahi ham charchadi, men ham charchadim. Oyoqlarim tagi. Umuman bir marta nima Henry Ford nima qilganda, mana shunaqa qilib qilgan-ku, bilsalar kerak. Bitta modelida muammo bo'lganda. Abush qarashor. Bilan chumuz chiqib qoldi ham bolalar. Davay ol. Ol, jigar unaqa emas ya. Keyin nima boyagi mashinasi oldinga yursa, orqaga yursa, oldinga ketadigan bo'lib qolganda. Oyoq o'sha modga o'tib boshlar ekan. Bo'lar ekan. Nimagadir o'zimizni qiynab peshon ketyapmiz. Qiziq. Interesante. Çok interesante. Osmon zo'r, lekin ko'rinyaptimi bilmam. Tako yulduzlar, oy va biz va bitta qishloq ko'rinyapti. Va bitta balon ham yo'q. Qorong'u. Ikkita adashib bilan Jahon yo'qoldi. Qayerga yo'qoldi bilmayman. Ko'p odamni birga olib chiqish ham muammoda. Keyingi safar biron joyga olib chiqqandan keyin alohida boshqa chuqurlanaman shekilli. Preparation qilishimiz kerak ekanda. Shunaqa taassurotlar aka. Baxtli bo'linglar. Takoy bitta she'r kelib qoldi. Chin shoirlar bari otilgan, qolganlari bari sotilgan. Chin shoirlar bari otilgan, qolganlari bari sotilgan. Mard so'zim shu, barchasi qo'rqoq. O'zim kimman, so'ramang biroq. Men ismimni aytmayman zinhor. Zamon nozik, bola chaqam bor. Mana shu mashina Damas bo'lsa ketamiz. Baxtlaringni sanalaring mana. Bo'lmasa, nimadir olib beradi-ya. Nexia. Damas bo'lsa ketamiz. Orqasidan nimadir olib beradi. Damas bo'lsa ketamiz. Mashina. Qanating mashina. Afsus, katta yuk mashinasi ekan, Damas emas ekan. Vahahaha. Nimaga olmaysizlar, Abush? Hikmat nimaga olmaysizlar? Ikkimiz yaxshi. To'xtama deyapti-da. Ha? To'xtama deyapti. Bolalar xullas sizlarga motivatsiya. Bizni bu yurishimiz nogironlar uchun, oyoqlar uchun, qo'li yo'qlar uchun orzu. Bir umr orzu qilishadi, lekin ular orzusiga yeta olmaydi hikmat. Va bu gaplarning javobi sukut bilan tugaydi. Boshqacha bo'lishi mumkinmi? Aslo yo'q. Hikmat, katta bo'lsang, haydovchi bo'lsang agar, tog' yo'llardan kelayotgan bo'lsang, oldingda odam kelayotgan bo'lsa, dalani yoqqan bo'lsang, o'chirish odamlar ko'rgandan keyin o'chirib yubor, xo'p.
Bu shunchaki oddiy farosat. Bu uchun nimani bitirish, Garvardni bitirish shart emas. Da. Ha, bu charchadingmi? Yo'q, Ha? uncha emas. Dalsh qamashingiz keta olamizmi? Peshkom. Tekshom. Osoramiz, a? Давай, mujik. Quantum. Welcome to Kamashi. Biz yetib keldik. Soat 10 dan oshib ketdi. Biz yetib keldik. Oxir taksida minishga qaror qildik. 3-4 kilometrdan keyin ekan, nima? Hikmat. Taksida ketdi. Oyoq ketdi. Rasul bildingmi? Sog' bo'lishing, salomat bo'lishing.